Assalomu alaykum. Xo'p, iskan imtihoni bo'yicha batafsilroq ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Va bu ma'lumotlar saytning o'zida bor. Mana Google'ga xuddi shunday qidirib bersangiz, ma'lumotlar kelib chiqadi. Va saytiga kirsangiz, xuddi shu oyna ochiladi. Bu yerda kimdir koreys tilini 1 oy o'qigan, 3 oy o'qigan, 1 yil o'qigan. Ko'pchilik tushunadi, lekin tushunmaydiganlar uchun mana bu yerda e'tibor qilsangiz, tilni o'zgartirish degan joy bor. Ya'ni mana bayroqning ustiga bossak, o'zbek degan joy chiqadi. Va sayt to'liq o'zbekcha shaklga o'tdi. Endi har qanday ma'lumotni bemalol o'qib chiqsangiz bo'ladi. Qanday holatda? Quyidagicha bo'ladi. Mana iskan haqida deb yozilgan. Iskan haqida. Demak, baholash haqida, darajalar bo'yicha, savol turi. Biz endi baholash haqida ko'rib chiqamiz. Buni aslidagi o'zingiz ham bemalol qayerda bo'lsa ham, kompyuterda bo'ladimi, erkin holatda o'tirib, kompyuterdan, planshetdan, telefondan kirib, ma'lumotlarni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Sizga endi sal oson bo'lishi uchun video tayyorlayapman. Internet sekin ishlayapti. Shuning uchun sal cho'ziladi. Demak, bizda iskan imtihoni mana. Iskan bu nima degan savolga mana bu yerda javob bor ekan. Iskan, ya'ni Sejong koreys tili baholash imtihoni, koreys tilini butun dunyo bo'ylab tarqatishga bag'ishlangan Madaniyat, sport va turizm vazirligi qoshidagi Qirol Sejong instituti jamg'armasi tomonidan tashkil etilgan koreys tilini bilish testi imtihoni. Shu iskanning o'ziga xos xususiyatlari mana bu yerda berilgan. Mana videoni pauza qilib bemalol o'qib chiqsangiz bo'ladi. Kerakli gapni o'zingizga olib olsangiz ham bo'ladi. Bu yerda endi baholash, darajalar bo'yicha mezonlar bor. Shuni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda baholash bo'yicha mana boshlang'ich daraja 101 balldan 200 ballgacha yo'q ketadi. Videoni pauza qilib bemalol ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Sizga asosiy tushuntiradiganim mana shu joy. Ya'ni qayer desa, mana shu tayyorlangan qo'llanma, ya'ni hozir ko'rib chiqqanimizni shuni PDF ga ko'chirilgan. Shu joyni pauza qilib o'qib chiqsangiz bo'ladi. Endi sizga tushuntiradiganim mana bu edi. Ya'ni iskan bo'yicha mana. Iskan imtihoni yilda hozirda mana 2026-yil holatiga bir yilda 3 marta imtihon topshiriladi. 3 marta. Vaqtlari ham ma'lum. Mart oyida, iyun va sentyabr oylarida. Shu imtihon bo'lishidan 60 kun oldin registratsiya bo'ladi. Registratsiya bo'lsangiz, o'sha 60 kundan keyin imtihon bo'ladi. Shu holatda. Va bitta imtihon topshirish orqali 1-dan 6-darajagacha qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu yerda daraja chiqmaydi, ball chiqadi, ball. Shunisiga e'tibor qiling mana. Xo'p, quyidagicha bo'ladi testlar. Mana titki 50 ta test, ilgi 50 ta, sigi 5 ta savol bo'ladi, maragi 8 ta savol. Maragini kompyuterda topshirasiz. Shu. Titki, ilgi, sigi bir kunda bo'ladi, maragi ertangi kuni bo'ladi. Ya'ni 2 kun bo'lar ekan imtihon. Va vaqtlarni ko'rsangiz, titki uchun 45 minutdan 50 minut oralig'ida bo'lishi mumkin yoki bundan ham kam. Ilgi 60 minut, ya'ni 1 soat bo'ladi. Sigi 50 minut va maragi imtihonni o'zi 20 minut, lekin jarayon 1 soatdan ochiqroq. Ya'ni siz kelasiz, nazoratchilar tekshirishadi va imtihonga vaqtida kiritishadi. Keyin savollar boshlansa 1-dan 8-gacha javob berish vaqtingiz o'sha 20 minut oralig'ida to'liq jarayon bo'ladi. U yo'g'i keyin yana chiqib ketishingizga ham 10-15 minut vaqt ketadi. To'liq jarayon xullas 1 soatdan oshiqroq. Shu va ballar 4 ta qismga ham, ya'ni titkiga ham, ilgiga ham, sigiga ham, maragiga ham 200 balldan beradi. Va maksimal sizda 800 ball bo'ladigan bo'lsa, mana shu ball oralig'ida to'plasangiz, ketma-ketlikda mana 1 daraja, 2 daraja, 3 daraja, 4, 5, 6 ga moslab olishingiz mumkin o'zingiznikini. Endi topik bilan solishtiraman deydigan bo'lsangiz, topik bilan solishtirish mana bunaqa bo'ladi. Shu joyga e'tibor qiling. Xo'p, bizda topik bor, ko'pchilik ma'lumotga ega. Endi qarang. Topik 1 darajadan 6 darajagacha bo'ladigan bo'lsa, endi qarang. Bizda xo'p, mana 1 daraja topik A1 ga mos tushadi. 2 daraja topik A2. 3 daraja topik B1, 4 daraja topik B2, 5 daraja topik C1,
6 daraja topik C2 ga mos tushadi. 0 bilan taqqoslasak. Endi siz SK imtihon topshirdingiz, necha ball oldingiz? Aynan siz 101 balldan 200 ball oralig'ida to'plasangiz, topik bilimingiz 1 ga mos tushadi. Bu endi solishtirish qaysidir ma'noda noto'g'ri, lekin agar solishtiraman desangiz, mana shu narsa bor. 201 balldan 310 ballgacha siz 2 darajali o'quvchi bo'lasiz. 311 dan 470 gacha ball olsangiz, sizda 3 darajaga layoqat bor, ya'ni bilim bor desa ham bo'ladi. 471 dan 590 gacha 4 darajaga mos tushadi. 4 daraja. 591 dan 710 gacha 5 daraja topikka mos tushadi. Va oxirgisi mana bu 711 balldan 800 ball oralig'ida 6 darajaga mos bilimingiz bor bo'ladi. Shu oddiygina solishtirish va baholashni tushundingiz, nimaligini ham tushundingiz. Yana qo'shimcha ma'lumot berishim mumkin. Hop, O'zbekistonda 2022-yilda birinchi marta SK o'tkazilgan, adashmasam sentyabrda. Shunda topshirganmiz Turonda. Shu ball yaxshi chiqqan. Bu bo'yicha hop mana shu rasmdagi ma'lumotlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni hop o'sha birinchi SKda 512 ball chiqqan ekan. Keyin topik topshirganmiz. Topik 2 birinchi marta topshirganda 5 daraja chiqqan ekan. Yo'g'i ikkinchi SK 549 ball, uchinchi SK 650 ball. Oradagi ISK bo'lgan, ya'ni kompyuterda topshirilgan. Bir marta bo'lgan xolos, test rejimida. Shunda ham 562 ball chiqqan ekan. Keyingisi 90-topikda 6 daraja, 4-SKda 644 ball bilan 6 daraja va keyin 91-topikda topik 1 ga kirganmiz, 200 dan 200 ball. Orada 0 va oxirgisi yana 5-SK topshirib 635 ball olgan ekanmiz. Shu holatda mana SK ga qatnashganlik tajribasi bor desa bo'ladi. Bu sal aralash holatda video bo'ldi, ya'ni har joydan ma'lumot bo'ldi. Sizda SK bo'yicha ozgina bilim paydo bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda xudo xolasa SK imtihonda tushadigan namunaviy chitki savollari, ilgi savollari, Sigi va maragi savollarini ko'rib chiqamiz tahlil holatida. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.